Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Onlayn darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berish mavzusi. Bu mavzuyimiz doirasida demak quyidagi asosiy masalalar bilan demak gaplashamiz. Ya'ni korrupsiya haqida xabar berishning huquqiy asoslari, xabar berish tartibi, shuningdek o'sha korrupsiya haqida xabar berganlik uchun demak o'sha rag'batlantirish masalalari haqida gaplashamiz. Demak bilamizki, korrupsiya bu davlat boshqaruvi va jamiyat taraqqiyotidagi jiddiy xavf soluvchi illat. U iqtisodiy rivojlanishni sekinlantirishi, ijtimoiy adolatni buzishi va davlat institutlariga bo'lgan ishonchni yo'qotishiga sabab bo'lishini avvalgi mavzularimizda ham aytib o'tdik. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashda eng samarali usullardan biri bu aynan bugungi mavzuyimiz bo'lgan, ya'ni korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berish tizimi hisoblanadi. Bunday tizim fuqarolar, davlat xizmatchilari va boshqa manfaatdor shaxslarning korrupsiyaviy holatlar haqidagi ma'lumotlarni demak o'sha tegishli vakolatli organlarga yetkazilishini ta'minlaydi. Xalqaro tajribada korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berish tezroq o'tkazsa bo'ladimi? Xalqaro tajribada korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berish mexanizmlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ko'plab davlatlar bu tizimni rivojlantirish orqali korrupsiyaga qarshi kurashda sezilarli natijalarni qo'lga kiritgan. Mazkur darsimizda ham korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berishning huquqiy asoslari, uning xabar berish tartibi va xabar berganlik uchun rag'batlantirish masalalarini muhokama qilib chiqamiz. Dastlab demak o'sha xabar berishning huquqiy asoslari masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berishning huquqiy asoslari demak o'sha quyidagi hujjatlarda o'z aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Demak ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasi. Mazkur konvensiya davlatlarni korrupsiyaviy holatlar haqida xabar beruvchi shaxslarni himoya qilish choralarini ko'rishga undashi. Aynan konvensiyaning 33-moddasida har bir ishtirokchi davlat o'z ichki qonunchiligiga muvofiq ushbu konvensiyaga binoan jinoyat sifatida tan olingan har qanday holat to'g'risida yaxshi niyat bilan va asosli ravishda vakolatli organga xabar bergan har qanday shaxsni nohaq muomaladan himoya qilish uchun tegishli choralarni ishlab chiqish lozimligi belgilangan. Mana shu hujjat. Bundan tashqari bizda iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotini xalqaro biznes operatsiyalarida xorijiy mansabdor shaxslarning poraxo'rligiga qarshi kurashish konvensiyasi mavjud. 97-yilda qabul qilingan mazkur konvensiyada korrupsiyaga qarshi kurashda xabar beruvchi shaxslarning huquqlarini himoya qilish zarurligi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, Yevropa Kengashining korrupsiya uchun fuqarolik huquqi to'g'risidagi konvensiyada 99-yilda qabul qilingan mazkur konvensiyada korrupsiyaga qarshi kurashda xabar beruvchilarni demak himoya qilish bo'yicha standartlar belgilab berilgan. Milliy qonunchilikdagi huquqiy asoslarga keladigan bo'lsak, ko'pgina davlatlar korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berish va bu xabar beruvchilarni himoya qilish uchun maxsus qonunlarni qabul qilganini ko'rishimiz mumkin. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida The Whistleblower Protection Act hujjati yoki The Sarbanes-Oxley Act qonunlari davlat sektorida va korporativ muhitda demak korrupsiya haqida xabar beruvchilarni himoya qilishni ta'minlab bergan. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning Public Interest Disclosure Act hujjatida demak korrupsiya va boshqa qonunbuzilish haqida xabar beruvchilarning ishdan bo'shatish va boshqa shakllardagi ta'qiblardan himoya qilishi ta'kidlab o'tilgan. Janubiy Koreyaning The Act on Anti-Corruption and the Establishment and Operation of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission hujjatida demak korrupsiya haqida xabar beruvchilar uchun keng qamrovli himoya va rag'batlantirish mexanizmlari nazarda tutilganligini ko'rishimiz mumkin. Avstraliyaning Public Interest Disclosure Act qonunida demak davlat sektorida korrupsiya haqida xabar beruvchilar uchun huquqiy himoya ta'minlangan.
ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin. Xabar beruvchilarning huquqiy himoyasini ta'minlash mexanizmlari sifatida, demak, korrupsiyaviy holatlar haqida xabar beruvchilarni, demak, shaxslarni maxfiyligini saqlash, ya'ni o'sha xabar beruvchi shaxsning shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanishi va faqat qonunda belgilangan holatlarda oshkor qilinishi mumkinligi yoki ta'qibdan himoya qilinganligi, ya'ni xabar berilgan shaxs ishdan bo'shatilishi, lavozimda pasaytirilishi yoki diskriminatsiya qilishi yoki boshqa shakllardagi ta'qiblarni taqiqlashni nazarda tutganligi. Shuningdek, huquqiy yordam ko'rsatish masalasida esa xabar beruvchilar bepul huquqiy maslahat va sud jarayonlarida yordam olish imkoniyatiga ega ekanligi yoki kompensatsiya tizimi, ya'ni xabar beruvchilar shaxslarni xabar berganligi uchun o'sha ularga yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararni o'rni qoplab belgilanganligi yoki qasos olish uchun javobgarlik belgilanganligi, ya'ni xabar beruvchi shaxslarga nisbatan demak o'sha harakat qilinishi uchun demak qonunda demak javobgarlik nazarda tutilganligi ham aynan bu xabar berish imkoniyatini oshirib berishga xizmat qiladi. Bundan tashqari korrupsiya haqida xabar berish demak bir necha kanallar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni tartibi haqida so'z yuriladi bunda. Ya'ni bu kanallarga demak bevosita o'sha maxsus ishonch telefonlari yoki elektron pochta manzillari yoki veb portallar orqali demak xabar berish masalalarini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Xususan o'sha Germaniyada maxsus elektron pochta manzillari va ishonch telefonlari tashkil qilingan. Bu demak xabar olish imkoniyatini yaratib beradi. Tashqi xabar berish kanallariga misol keltiradigan bo'lsak, bu bevosita o'sha maxsus davlat organlari, prokuratura, sud, himoya qiluvchi organlarga demak kanallardan, tashqi kanallardan kelib tushadi korrupsiyaviy holatlar haqidagi xabarlar va mazkur organlar bevosita demak o'sha xabarni tekshirish orqali demak uni tegishli choralar ko'rish mumkin. Bevosita o'sha protseduralar haqida so'z yuritadigan bo'lsak, xabarni rasmiylashtirish korrupsiyaviy holatlar haqida demak o'sha yozma yoki og'zaki xabar berish, zarur hujjatlar va dalillarni taqdim etish, ko'plab davlatlar xabarlar shu ko'plab davlatlarda o'sha xabarlar uchun maxsus shakllar ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan o'sha Janubiy Koreyada yuqorida qayd etilgan hujjatda demak o'sha korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berish uchun onlayn portal va mobil ilova yaratilgan. Shuningdek, demak o'sha korrupsiyaviy holatlar haqida berilgan xabarni ro'yxatga olish va tasdiqlash bosqichi bu vakolatli organ tomonidan xabarni qabul qilish, ro'yxatga olish va xabar beruvchiga qabul qilinganligini tasdiqlash bosqichi hisoblanib, bu jarayon xabar beruvchiga ishonch berish uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni keyinchalik o'sha ular himoya qilinishda. Keyingi bosqichi bu xabarlarni ko'rib chiqish jarayoni bo'lib, bunda vakolatli organ tomonidan xabarni tekshirish, qo'shimcha ma'lumotlarni to'plash va zaruriy choralarni ko'rish ishlari amalga oshiriladi. Bu jarayon belgilangan muddatlarda amalga oshirilishi lozim. Xususan, masalan, deylik o'sha Gonkongda o'sha xabarlar 30 kun ichida ko'rib chiqish shartligi belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu muddatlarda xabarlarni ko'rib chiqishi mana bu korrupsiyaviy holatlar haqida demak xabarlarni o'z vaqtida ko'rishi ularga o'z vaqtida demak chora qo'llanishini ta'minlab beradi. Keyingi bosqichimiz bu natijalar haqida ma'lumotlar berish, ya'ni xabar beruvchiga ko'rilgan choralar va erishilgan natijalar haqida ma'lumot berish hisoblanadi. Bu jarayon xabar beruvchiga ishonch hosil qilish va xabar berish tizimini shaffofligini ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Navbatdagi muhokama qiladigan masalamiz bu o'sha xabar berish tizimini samarali ishlashidagi asosiy prinsiplar. Umuman olganda xalqaro tajribada korrupsiya haqida xabar berishni samarali tizimini yuritilishi uchun demak quyidagi o'sha tamoyillar alohida e'tirof etilgan, xususan o'sha qulaylik va soddalik prinsipi, ya'ni xabar berish jarayoni iloji boricha oddiy va tushunarli bo'lishi lozim. Misol uchun Daniyada korrupsiya haqida xabar berish uchun foydalanuvchi uchun qulay bo'lgan onlayn platforma yaratilgan.
Keyingi prinsip bu xabar berishda ko'p kanalli ekanligi, ya'ni ko'plab kanallar orqali demak o'sha korrupsiya haqida xabar berish imkoniyati yaratilgan bo'ladi. Misol uchun o'sha telefon orqali yoki elektron pochta orqali yoki veb portal orqali bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqangi turli kanallar mavjud ekanligi. Bu albatta demak o'sha korrupsiya haqida turli kanallar orqali xabar berilishi xabarlarning o'z vaqtida yetib borishiga xizmat qiladi. Va eng asosiy prinsiplardan biri bu maxfiylik prinsipi, ya'ni xabar beruvchining shaxsiy ma'lumotlarini maxfiy saqlanishi lozim, ya'ni uni keyinchalik bo'ladigan turli xil o'sha ta'qiblardan himoya qilish maqsadida xabar beruvchi haqidagi shaxsiy ma'lumotlar sir tutilishi lozim. Bundan tashqari yana xabar berishdagi asosiy prinsiplardan bittasi bu tezkorlik prinsipi, ya'ni xabarlar imkon qadar demak tez ko'rib chiqiladigan bo'lsa, demak bu korrupsiyaviy harakatlarni oldini olish imkoniyati shu darajada yuqori bo'ladi. Bu ham albatta demak korrupsiyaga qarshi kurashda samarali prinsip hisoblanadi. Bundan tashqari shaffoflik prinsipi ham bor, ya'ni bu xabar berish jarayoni va ko'rilgan choralar haqida ma'lumotlar berib borish, ya'ni bevosita o'sha maxfiylikni ta'minlagan holda, xabar bergan shaxsning maxfiyligini ta'minlagan holda boshqa ma'lumotlarni deylik o'sha o'z vaqtida demak taqdim etib borilishi. Umuman olganda mana shu xabar berishlar, korrupsiya haqida holatlar haqida xabar berishlar bu albatta demak jamiyatda bu holatlarga to'g'ri usulda kurashish uchun albatta rag'batlantirish ham zarurligini dunyo amaliyoti ko'rsatib bergan. Ya'ni bu rag'batlantirish turli xil ko'rinishlarda, misol uchun pul mukofotlari yoki o'sha turli xil mansab darajalarini taqdim etilishi misolida bo'lishligi mumkin. Ya'ni o'sha lavozimda oshirish yoki pul mablag'larini berish orqali demak o'sha nimalar o'sha xabar beruvchilar moddiy jihatdan rag'batlantirish mumkin. Bu moddiy rag'batlantirish. Bundan tashqari bizda demak o'sha ma'naviy jihatdan ham rag'batlantirish imkoniyatlari bor. Ya'ni o'sha deylik turli xil o'sha davlat mukofotlarini yoki faxriy unvonlarni berish orqali ham demak o'sha xabar beruvchilarni ma'naviy jihatdan rag'batlantirish imkoniyati mavjud hisoblanadi. Yuqorida ham aytib o'tdik, ya'ni rag'batlantirish masalasida, ya'ni o'sha kasbiy rag'batlantirish sifatida e'tirof etish mumkin, ya'ni xabar beruvchi shaxsni demak lavozimini oshirish yoki malaka oshirish imkoniyatlarini yaratib berish yoki ularga demak o'sha korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berilgani uchun qo'shimcha mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan imkoniyatlar yaratish, xususan o'sha ta'til kunlari qo'shib berish holatlari e'tirof etilishi mumkin. Bundan tashqari demak o'sha ijtimoiy rag'batlantirishni ham qayd etish mumkinki, ya'ni o'sha jamiyatda xabar beruvchilarning demak o'sha obro'sini oshirishga, jamoatchilikda ularga nisbatan ijobiy fikrni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin. Umuman olganda bu bevosita o'sha rag'batlantirish choralari albatta korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berishda muhim ahamiyat hisoblanadi. Umuman olganda biz xabar berish rag'batlantirishi turli o'sha moddiy, ma'naviy yoki kasbiy jihatdan rag'batlantirish yoki rag'batlantirilmasligidan qat'iy nazar har bitta fuqaro o'zini o'sha faol fuqarolik pozitsiyasidan kelib chiqqan holda korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berishi va bu xabarlarni tezkorlik, qonuniylik, maxfiylik prinsiplari asosida ko'rilib chiqilishi bu korrupsiyani oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi mavzuyimizdagi asosiy masalalar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.